hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanga berib, bir qator uchrashlardan keyin Tayvanning demokratiyasini qo'llaydiganligi haqida aniq uqtir berib, bugun tushda Tayvandan ayrildi. Angliya kundalik pochta gazetining xabariga qaraganda, Xitoy Tayvanning havo mudofaa rayoniga 21 kurashchi aeroplan va J-20 tipli aeroplanni avatgan. Xitoy rayondagi askarlarining hushyorligini o'stirib, bir qator manevr o'tkazishni qaror qildi. Xitoyning ijtimoiy aloqa turi bo'lgan Weibo'dagi suratlardan tanklarning Xitoy cho'ng quruqlikdagi orolga eng yaqin joy bo'lgan Fujian dengiz qirg'og'iga qo'nish ehtimolligi mo'ljallanadi. Xitoy Kompartiyasi kontrolidagi Xitoy taratqullari tomonidan e'lon qilingan manevr xaritasidan orolning butunlay qo'rshilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy har qanday chet el aeroplan yoki parxodlarining manevr rayoniga kirishini xohlamaydi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying harbiy manevrning davlatning egilik huquqini qat'iy qo'llash uchun zarur va adil tadbir ekanligini aytdi. Bu rayonda Amerikaning 4 urush paraxodi bor. Ularning biri Aoyamatka. Amerika doiralari bu xabarlarni dalillash bilan birga bexatarlikni ko'zda tutib, paraxodlarning aniq o'rnini maxfiy saqladi. Amerika va Indoneziya armiyasi boshqa davlatlarning qatnashishi ostida Sumatra orolida tunji qatim birlashma jang manevrini boshladi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi Xitoyning orolga yaqin joyda planlangan haqiqiy harbiy manevrning muhim port va shahar rayonlariga tahdid solganligini e'lon qildi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Tayvan qasddan yuqori harbiy tahdidga duch kelganda chekinib chiqmaydi dedi. Nancy Pelosi Tsai bilan ko'rishgandan keyin uning Tayvan ziyaratining yer shari bexatarligini kuchaytirishni maqsad qilganligini aytdi. Pelosining orol ziyarati bexatarlik, iqtisod, boshqarishni maqsad qiladi ekan. So'zchi gazetining 3-avgustdagi xabariga qaraganda, zolim Bashar Asad hukumati Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanga qilgan ziyaratiga inkas qaytarib, Xitoyning chapinini ko'targan. Suriya davlat organi Sananing xabariga qaraganda, Suriya Tashqi ishlar va muhojirlar ministrligi uchurda Suriya Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy Xalq Jumhuriyatiga qarshi misli ko'rilmagan darajadagi ig'vogarchilik siyosatini qattiq ayblaydiganligini, parlament boshlig'ining Sharqiy Osiyodagi bir qism davlatlarga qilgan safarda Tayvanni ziyorat qilishining xalqaro qonunga mos kelmaydiganligini, Xitoy Cumhuriyetining egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligiga hurmat qilmaydigan dushmanlik harakati ekanligini, Amerika qonun chiqarish organi va dunyoning boshqa joylaridagi ijroiya organlarining xalqaro tinchlik va bexatarligiga tahdid soladigan sezgur va nozik ahvollarni o'tirg'a chiqargan mas'uliyatsiz qilmishlarni sodir qilganligini, dunyo vaziyatini texmi davolg'itish va qalaymaqonchilikqa so'rab kirishi mumkinligini aytdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Amerika Tayvanni egilik huquqliq mustaqil davlat deb e'tirof qilish va'dasida haqiqiy turadiganligini isbotlashi kerak dedi. Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur shoiri atalmish Shinjang ma'rif institutining professori Ablat Abdurashid Barqiga 13 yillik muddatli qamoq jazosi bergan. Erkin Asiya radiosining 2-avgustdagi xabariga qaraganda, yerlik soqchi xodimi Erkin Asiya radiosiga Ablat Abdurashid Barqining 2017 yili jamiyat amonligiga ziyon yetkazdi degan bahona bilan tutqun qilinib 3 oydan keyin bo'lginchilik jinoyati bilan ayblanib 13 yillik muddatli qamoq jazosiga uchraganligini, ishlab chiqarish qurilish harbiy atritining turmusida jazo o'tayotganligini aytgan. Ablat Abdurashid Barqi ishlagan atalmish Shinjang ma'rif institutining bir Xitoy amaldori Erkin Asiya radiosiga Barqini tonimaydiganligini, haqida ma'lumot berish salohiyatining yo'qligini aytgan. Ma'rif boshqarmasining mas'ullarimi Barqi ismli o'qituvchining ishlamaganligini aytib turgan. Uning yurti Xotan viloyatining Sambul yezisidagi bir soqchi xodimi uning tumshuq turmasida 13 yillik qamoq jazosi o'tayotganligini jazmlashtirgan. Ablat Abdurashid Barqi doktorlik ilmiy maqolasini 20-asrning boshlarida o'tgan mashhur Uyg'ur inqilobiy shoir Abduxoliq Uyg'ur haqida yozgan. 2014-yildan 2016-yilgacha bo'lgan aralıqda Isroiliya Hayfa universitetida o'qigan. Bölgünçilik bilan ayblanishiga uning atalmish Shinjang madaniyatida e'lon qilingan maqolalari sababchi bo'lgan. Xitoy xakerlari yangi kubalt zarbasiga o'xshaydigan hujum ramkasini ishlatgan. Filippin kompyuter torining 2-avgustdagi xabariga qaraganda, tadqiqotchilar keng ko'lamda salbiy turda qo'llanilgan kubalt zarba berish qurolining o'rniga vahshiylik uchun ishlatiladigan va ya zapas partiyasi sifatida uningga parallel qo'yilgan
Manchusaka deb atalgan yangi bir hujum ramkasini kuzatdi. Manchusaka supa halqıgan Rust programma tilini qo'llandi. Uning ikkilik sistemasi o'xshash darajadagi ko'p yo'nalishlik gol angda yozilgan. Implant, ya'ni ko'chirilgan qismlari buyruq ijro qilish, hujjatlarni ziyorat qilish, tor razvedka qilish va boshqalarni qo'llaydi. Shunga hakkerlar uni Kubas Juayga o'xshash mashg'ulot nishoniga ishlata. Manchusaka Cisco xaridorlarining Kubas zarbisi bilan yo'qomlanishini tekshirishga chaqiriq qilgan Cisco Talos tadqiqotchilari tarafidan bayqalgan bo'lib, shunga tanqidchilar bu ahvolda har ikki ramkani qo'llangan. Yo'qomlanish Tibetning Golmut shahrida yuz bergan Xitoy virusi dilosi to'g'risidagi dokladda ko'rinadigan yomon g'arazli hujjat orqali kelgan. Cisco Talos tadqiqotchilari ogohlantirib, Cisco Talos yaqinda tarqalish ehtimolligi bo'lgan Manchusaka deb atalgan yangi bir hujum ramkasini bayqadi. Bu ramka Kubalt zarbi berish ramkasiga taqlid qilib e'lon qilingan. Hujjat boshqarish bo'ligi hujjatlarni sanash, mundarja qurish, hujjat yo'liga erishish, hujjat mazmunini o'qish yoki yozish, hujjat yoki mundarjani o'chirish va hujjatlarni o'rinlar aro yo'tkash iqtidoriga ega. Bu yangi hujum ramkasi eng zamonaviy va ilib yurishga aplik programma tilida yozilgan. Bu ramkani ochqichi yangi nishon supalarni yoshirin uskunlarda ishlaydigan sifatida osonla birlashtira oladi. Tuzoq hujjat Xitoycha yozilgan bo'lib, uni taraqqiy qildirganlarning Xitoyda ekanligini faraz qilishga bo'ladi. Millatim g'aflatcha holat uyqusiga qonmading. Barcha millat ko'z ochib o'yg'andi sen o'yg'anmading. Xaruzarliq ostida mahkum mazlum qul bo'lib, senmi millat, senmi inson bo'lg'ining o'ylanmading. O'yla millat, tarixingdek shonu shavkatlik edi. Endi ne halga tushib qolding nechun zorlanmading. Mustabid bosqinchilarga bosh egib taslim bo'lib, o'zlashib ketmoqchi bo'lgan shum xayoldan yonmading. Barcha millat erkin ozodlik kurash maydonida atlanib jangni qizitdi, sen texi atlanmading. Zulmi istibdodga qarshi jon tikib qon oqqizib, yettilar maqsadlariga, sen amal qo'llanmading. Xaruzarliqda yatursan bulg'unib hayvon kabi. Sen bu xilda yatqili inson emas hayvonmiding? Asli nasling shoni shavkatlik turk qoni turib, ar-nomusni qo'yib vijdon setishdan yonmading. Millatim o'tdi beshingdan xilma-xil ochiq sinoq. Hech biridan sen tuzuk ibrat ilib o'ylanmading. Qahramon ajdodlarning har qaysi erdi arslan, erdilar sen nasli boshda ya bilak bir qolmading. Millatim o'yg'on, ko'z och, tur, bosh ko'tar, inson isang. Yoki sen insoniyatlik shonini qo'yganmiding? Ar-nomus turk eliga xaruzar mahkum yashash. Ne uchundur millatim bu halqa sen arlanmading. Ey azizi aqla tarixingni dunyo oldida. Tur ko'zing och, nega g'aflat uyqusiga qonmading. İnqilobiy shoirimiz marhum Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.